Endilikda sun'iy intellekt yordamida yaratilgan yangicha qismlarni boshladik. Qiyomat kuni. Qabr hayoti. Meni bu yerdan chiqaring. Man robbuka. Robbing kim? Meni bu yerdan chiqaring. Dunyoning tugashi, qiyomat kuni, jannat va jahannam. Birin-ketin o'limdan keyingi hayotni ko'rib chiqamiz. Xuddi o'zimiz yashayotgandek. Insonni joni olmayotganda nimalar yuz beradi? Qabrda nimalarga duch kelamiz? Dunyo tugagan kunda nimalar yuz beradi? Yoki qayta tirilib, mahshar maydonida yig'ilishimiz qanday bo'ladi? Jannat va do'zaxda insonlarni nima kutmoqda? O'limdan keyingi boqiy hayot haqidagi savollaringizning javobi mana shu qismlarda. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. O'lim vaqti. Umringiz davomida qochib yurgan kuningiz nihoyat keldi. Kelishini tasavvur ham qilmagan kuningizda uyg'ondingiz. O'lim farishtasi siz tomon kelmoqda. Hamma yoq qorong'u, quyosh chiqishidan biroz avvalgi vaqt. Ko'ksingizdagi og'riqqa chidab bo'lmaydi. Tanangiz qimirlay olmaydi. Ongingiz esa tartibsiz. Bolaligingiz, o'smirlik paytlaringiz, hozirgi holatingiz ham bir soniyada ko'z o'ngingizdan o'tmoqda. Nafas olishga qiynalyapsiz. Lablaringiz qurib ketyapti. Tomog'ingizga nimadir tiqilgandek tuyuladi. Menga nima bo'lyapti? Qo'rqyapsiz, dahshatdasiz. Nima bo'layotganini tushuna olmayapsiz. To'satdan yaqinlaringiz atrofingizda to'planishadi. Ulardan biri qo'lingizni mahkam ushlab olgan, qolganlar esa ko'zlarida yosh bilan haqqingizga duo qilishyapti. Ulardan biri qo'llar qaltirab sizga suv bermoqda. Yuzlarda chuqur qayg'u va umidsizlik yaqqol sezilib turibdi. Undan tashqari vaqt xuddi sekin o'tayotgandek tuyuladi. Ovozlar birdan eshitilmay qoladi. Dunyodan sekingina chiqib ketayotgandeksiz. Oyatda aytilganidek, har bir jon o'lim sharbatini totguvchidir, so'ngra yana bizga qaytarilursiz. Miyangiz xiralashmoqda. Harakatlana olmayapsiz.